Sportage chotki narxda topib qo'ydim. Aniq bosib oladigan joyi 2022-yil probegi sal ko'payib qolgan 84 ming. Aslida bu mashina uchun 84 ming probeg emas. Kraskalar absolutni top-toza dedilar. Shunchaki srochno bo'lgani uchun yugurmaydigan. Hozir sotib olish kerak, sababi boshqa proyekt bor ekan, tez pulni zant qilish kerak ekan. Beskulchoy dastlari bor, balon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli holatda turibdi. Sportage'chilar bilasizlar. Eng qizig'i, buni propallargacha bor, bemalol 600 km yurib beradi, deyaptilar. Menimcha endi Sportage bosib olgan joy. Tekshirib ko'ring, 28 ming, eng arzoni 27 mingga topasiz menimcha. Panoramalarigacha bor. Like bosdingizmi, bosmadingizmi? Narxi ishoning shokolad. Bunaqa narxda Sportage yo'q. Bemalol egasiga telefon qilib savdolassangiz ham bo'ladi. Balki 1-2 so'm o'tib berarlar. Oppoqqina Sportage 2022-yil 84 ming yurgan, hamma narsasi bor. Kraskasi top-tozasini, propallarigacha borini aynan siz uchun $23 ming ga topib qo'ydim. Bosib oladigan joy.